Bugungi islohotlarning asosiy maqsadi aholi uchun munosib va sifatli hayot tarzi yaratish. Bunda esa kommunal xizmatlarning o'rni katta. Shuning uchun yurtimizda soha faoliyatini to'g'ri tashkil etish va samaradorligini oshirishga alohida e'tibor berish talab etilmoqda. Yangariq tumanidagi Yangariq xizmat kommunal boshqaruv servis kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, Do'stlik, Yangiobod, Gulbog', Urganch fuqarolar yig'inida joylashgan ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatib keladi. Mazkur boshqaruv servis kompaniyasi ikkita shirkat o'rnida tashkil etilgan. Bu yerda ishchilar aholiga qo'shimcha 36 turdagi servis xizmatlarini ko'rsatadi. Dispetcherlik xizmati tunu kun ishlaydi. Ish tartibi 24/7 rejimda. Ayni kunlarda ko'p qavatli uy joylarda kuzgi, qishki mavsumga tayyorgarlik ishlari ham nihoyasiga yetkazilmoqda. Boshqaruv servis kompaniyasi mas'ullarining bergan ma'lumotlarga ko'ra, kuzgi qishki mavsumda ko'p qavatli uylarni ta'mirlash ishlariga 100 million so'mdan ortiq investitsiya jalb qilingan. Jami Yangariq tumanimizda 70 ta ko'p qavatli uylarimiz bor. Hozirgi kunda qish mavsumi bo'yicha ish jadal olib borilmoqda. Unda 2025-yil dasturimiz bo'yicha 15 ta ko'p qavatli uylar ta'mirlanishi kerak. Hozirgi kunga turib 14 ta ko'p qavatli uylarni tom qismlari, fasad qismlari, kirish yo'laklari ta'mirlash ishlari olib borildi. Boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan mulkdorlar mablag'idan samarali va maqsadli foydalanishni ta'minlash, ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifatini yanada oshirish hamda talablarga amal qilish asosiy maqsad qilib belgilangan. Hozirda shu Yangi O'zbekiston massivimizda 31 dona ko'p qavatli uylarni ta'mirlash ishlari, qurish ishlari tugallanib turib, boshqaruv servis kompaniyasi tasarrufiga o'tkazildi bu. Hozirda boshqaruv servis kompaniyamiz tomonidan 16 tur xizmat turlarimiz bor. Shu xonadonda yashovchi mulkdorlarga xizmat ko'rsatib ketyapmiz hozirgi kunda. Shuningdek, ko'p qavatli uylarimizning barchasi markazlashgan aqua suv tizimiga ulangan. Ta'kidlash kerak, so'nggi yillarda yurtimizda ko'p qavatli uy joylarini boshqarish tizimini takomillashtirish, boshqarish organlarini qo'llab-quvvatlash hamda ko'p kvartirali uylardagi umumiy mol-mulkni saqlash, ta'mirlash bo'yicha aniq dasturlar doirasida tizimli ishlar amalda bajarilmoqda. Ko'rilayotgan chora-tadbirlar, amaliy ishlar qator muammoli masalalarning yechim topishiga, xalqimizning yaxshi hayot kechirishini ta'minlashga qaratilayotganligi bilan yanada ahamiyatlidir.